Diqqat qiling, bugungi ma'lumot juda muhim. Chiroq tariflari, ya'ni elektr energiyasi narxlari 1 avgustdan o'shishi haqida xabar berildi. Bu masala faqat katta korxonalarga yoki ko'p elektr ishlatadigan odamlarga tegishli emas. Bu har bir xonadon, har bir oila, har bir tadbirkor, do'kon egasi, ijarada yashayotgan talaba, nafaqaxo'r va oddiy ishchi oilasiga ham bevosita ta'sir qiladi. Chunki elektr energiyasi narxi oshsa, faqat hisoblagichdagi summa ko'paymaydi. Balki kundalik xarajatlar, oziq-ovqat narxlari, xizmatlar narxi va oilaviy byudjet ham bosim ostida qoladi. Men bugun sizga mutaxassis sifatida bu o'zgarish nimani anglatishini, kimlar ko'proq ehtiyot bo'lishi kerakligini, kimlarda to'lov unchalik keskin oshmasligini, qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerakligini va eng muhimi, endi nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ba'zi nozik jihatlar bor. Ayrim odamlar tarif oshganini bilsa ham, hisob-kitobda qayerda yutqazayotganini tushunmaydi. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday xabarlarni vaqtida bilish pulingizni saqlab qolishga yordam beradi. Avvalgi holatda ko'pchilik elektr energiyasiga har oy deyarli bir xil tartibda to'lov qilib kelgan. Masalan, oddiy xonadon yoz oylarida konditsioner ko'p ishlatsa, hisob ko'proq chiqardi. Qishda esa elektr pech, suv isitgich, issiq pol yoki elektr isitgich ishlatilsa, yana to'lov oshardi. Lekin odamlar umumiy hisobda bitta narsaga o'rganib qolgan edi. 1 kilovat soat uchun qancha to'lashini bilardi va uyidagi sarfga qarab taxminiy hisoblab yurardi. Endi tarif oshishi e'lon qilingani yoki shunday xabar berilgani bilan vaziyat o'zgaradi. Eng avvalo, har 1 kilovat soat elektr energiyasi sizga avvalgidan qimmatroqqa tushadi. Ya'ni siz avvalgidek yashasangiz, avvalgidek chiroq yoqsangiz, avvalgidek konditsioner, muzlatgich, televizor, kir yuvish mashinasi, elektr choynak, suv isitgich ishlatsangiz ham oy oxiridagi summa ko'proq bo'ladi. Bu yerda asosiy masala shundaki, sarf kamaymasa, to'lov avtomatik oshadi. Men buni juda sodda misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir oila bir oyda 2,5 kilovat soat elektr ishlatadi. Agar eski tarif bo'yicha ular ma'lum miqdorda to'lab kelgan bo'lsa, yangi tarif oshgandan keyin aynan shu 2000 kilovat soat uchun ko'proq to'laydi. Bu yerda men elektrni ko'paytirmadim-ku degan gap to'g'ri, lekin narx o'zgargani uchun hisob baribir ko'payadi. Shuning uchun odamlar 1 avgustdan keyin keladigan kvittansiyani ko'rganda hayron bo'lmasligi kerak. Masala sarf ko'payganda emas, tarif o'zgarganda bo'lishi mumkin. Yana bir muhim jihat bor. Elektr narxi oshishi faqat xonadon hisobida sezilmaydi. Nonvoyxona elektr pech ishlatsa, sartaroshxona fen, konditsioner va yoritish tizimidan foydalansa, kichik do'kon muzlatgichlar ishlatsa, kafe sovutgich, choy qaynatgich, plita va yoritishdan foydalansa, ularning ham xarajati oshadi. Korxonaning xarajati oshsa, u narxlarni ko'tarishga majbur bo'lishi mumkin. Demak, elektr tarifi oshishi bozordagi ayrim mahsulot va xizmatlar narxiga ham bilvosita ta'sir qiladi. Endi kimlar ko'proq e'tibor berishi kerak, kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin, shuni tushuntiraman. Birinchi navbatda uyida elektr energiyasiga bog'liq texnikalar ko'p bo'lgan oilalar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, uyda ikkita muzlatgich, bitta katta konditsioner, elektr suv isitgich, elektr plita, kir yuvish mashinasi, kompyuterlar, televizorlar va doimiy yonib turadigan yoritish bo'lsa, bunday xonadonda sarf yuqori bo'ladi. Tarif oshganda aynan yuqori sarf qiladigan oilalarda farq ancha seziladi. Misol uchun bir xonadon oyiga 1,20 kilovat soat ishlatsa, tarif oshishi natijasida qo'shimcha to'lov nisbatan kichikroq bo'lishi mumkin. Lekin boshqa bir xonadon oyiga 500 yoki 700 kilovat soat ishlatsa, bu yerda farq ancha jiddiy bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman. Elektr bo'yicha eng katta xavf tarifning o'zida emas, nazoratsiz sarfda. Chunki kichik sarfda oshgan tarif ham unchalik og'ir tushmasligi mumkin, lekin katta sarfda har bir so'm sezilarli summaga aylanadi. Kimlar ko'proq xavotir qilishi kerak? Birinchidan, konditsionerni uzoq vaqt ishlatadiganlar. Yozda ayniqsa 1 avgust atrofida havo issiq bo'ladi. Odamlar konditsionerni kecha kunduz yoqib qo'yadi. Agar konditsioner eski bo'lsa, filtri tozalanmagan bo'lsa, xona izolyatsiyasi yomon bo'lsa, deraza va eshikdan issiq havo kirib tursa, u juda ko'p elektr yeydi. Masalan, konditsioner kuniga 8 soat ishlasa, oy davomida katta sarf beradi. Agar uyda ikkita konditsioner bo'lsa, bu 2 barobar ta'sir qiladi. Ikkinchidan, elektr suv isitgich ishlatadiganlar. Ko'pchilik suv isitgichini doimiy yo'qilgan holatda qoldiradi. Suv sovisa, u yana isitadi, yana elektr sarflaydi.
Ayniqsa katta hajmli boylalar oilaning elektr xarajatida asosiy ulushni egallashi mumkin. Agar tarif oshsa, bunday qurilmalarni rejasiz ishlatish hisobni keskin ko'taradi. Men tavsiya qilaman. Suv isitgichni doimiy yoqib qo'yish o'rniga kerakli vaqtga moslab ishlatish, termostatni juda yuqori darajaga qo'ymaslik va qurilma eskirgan bo'lsa, uning holatini tekshirtirish kerak. Uchinchidan, elektr plita va elektr pech ishlatadiganlar. Gaz bo'lmagan yoki elektr plitaga o'tgan xonadonlarda ovqat pishirish ham elektr hisobiga kiradi. Oddiy choynak ham ko'p ishlatilsa sezilarli sarf qiladi. Masalan, katta oilada kuniga keksin martacha 10 marta elektr choynak qaynatilsa, bu oy davomida alohida xarajat bo'ladi. Bu mayda narsadek ko'rinadi, lekin oy oxirida hammasi jamlanadi. To'rtinchidan, ijarada yashovchilar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki ba'zi uy egalari hisoblagich ko'rsatkichini aniq ajratib bermaydi. Umumiy hisobni ijarachiga yuklaydi yoki oldingi qarzlarni ham yangi ijarachiga qo'shib yuborishi mumkin. Tarif oshgan davrda bunday kelishmovchiliklar ko'payadi. Shuning uchun ijaraga kirayotganda hisoblagich ko'rsatkichini suratga olish, uy egasi bilan yozma kelishib olish va har oy to'lovni aniq ko'rsatkich asosida qilish kerak. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar xonadonda elektr sarfi juda kam bo'lsa, masalan faqat yoritish, muzlatgich, telefon quvvatlash va televizor ishlatilsa, tarif oshishi baribir ta'sir qiladi, lekin boshqa oylarga qaraganda og'irligi kamroq bo'ladi. Ayniqsa zamonaviy LED chiroqlar, energiya tejamkor muzlatgich va ehtiyotkor foydalanish bo'lsa, to'lovni nazorat qilish mumkin. Endi aniq hayotiy vaziyatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, 3 kishilik oila. 2 xonali kvartirada yashaydi. Uyda bitta muzlatgich, bitta konditsioner, televizor, kir yuvish mashinasi, kompyuter va LED chiroqlar bor. Ular konditsionerni faqat kechqurun 4-5 soat ishlatsa, oyga o'rtacha bilik taqvimida 2000 kWh sarflashi mumkin. Tarif oshganda ular oy oxirida avvalgidan ko'proq to'laydi, lekin sarfni nazorat qilsa, bu oshishni cheklashi mumkin. Ikkinchi misol, 5 kishilik oila hovlida yashaydi. Uyda 2 ta muzlatgich, suv nasosi, elektr boyler, konditsioner, kir yuvish mashinasi va tashqi yoritish bor. Bunday oilada sarf 400-700 kWh chiqishi mumkin. Agar hamma qurilma nazoratsiz ishlasa, tarif oshishi juda seziladi. Ayniqsa suv nasosi tez-tez ishlasa, hovli chiroqlar kechasi bilan yonsa, boylar doimiy ulangan bo'lsa, oy oxirida to'lov og'ir keladi. Uchinchi misol, kichik do'kon egasi. Do'konda 2 ta muzlatgich, vitrina sovutgich, konditsioner, kassa apparati va yoritish bor. Bunday joyda elektr sarfi barqaror yuqori bo'ladi. Chunki muzlatgichni o'chirib bo'lmaydi. Tarif oshsa, do'kon egasi mahsulot narxiga xarajatni qo'shishi yoki boshqa xarajatlarni qisqartirish kerak bo'ladi. Aks holda foyda kamayadi. Shuning uchun tadbirkorlar elektr sarfini alohida daftar yoki ilovada nazorat qilishi kerak. To'rtinchi misol, yolg'iz yashaydigan nafaqaxo'r. Agar uyda eski muzlatgich va eski chiroqlar bo'lsa, hatto kam elektr ishlatilsa ham samarasiz texnika sabab to'lov nisbatan ko'proq chiqishi mumkin. Bu yerda yechim shuki, birinchi navbatda LED chiroqlarga o'tish, eski muzlatgich eshik rezinasini tekshirish, keraksiz qurilmalarni rozetkada qoldirmaslik kerak. Ko'p odam televizor, zaryadlovchi, mikroto'lqinli pech yoki kompyuterni ishlatmasa ham rozetkada qoldiradi. Bu juda katta sarf bermasligi mumkin, lekin odatga aylansa umumiy hisobga ta'sir qiladi. Bu masalada eng ko'p uchraydigan xato shuki, odamlar faqat tarif oshdi deb o'ylaydi, lekin hisoblagich ko'rsatkichi, eski qarz oldindan to'lov, noto'g'ri hisob-kitob yoki texnik nosozliklarni tekshirmaydi. Men buni alohida ta'kidlayman. Agar sizga odatdagidan juda katta summa chiqsa, darhol vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Avval hisoblagich ko'rsatkichini tekshiring, keyin oxirgi to'lovlar tarixini ko'ring. So'ng elektr ta'minoti tashkilotining rasmiy tizimi yoki hududiy bo'limi orqali aniqlik kiriting. Yana bir nozik jihat, tarif o'zgarishi sanasi. Agar tarif avgustdan oshsa, demak avgustgacha bo'lgan sarf eski tarif bo'yicha, undan keyingi sarf yangi tarif bo'yicha hisoblanishi mumkin. Lekin amalda hisob-kitob qanday amalga oshirilishi hududiy tizim, hisoblagich turi va rasmiy tartibga bog'liq. Shuning uchun 31 iyul kuni yoki 1 avgust kuni hisoblagich ko'rsatkichini suratga olib qo'yish juda foydali. Surat vaqti ko'rinib tursa, keyin nizo chiqsa sizda dalil bo'ladi. Ayrim odamlarda elektron hisoblagich bor. U avtomatik ma'lumot uzatadi. Bunday holatda ham tekshiruv zarur. Chunki texnik uzilishlar, noto'g'ri o'qish yoki tizimdagi kechikishlar bo'lishi mumkin. Eski mexanik hisoblagichlarda esa
ko'rsatkichni noto'g'ri o'qish ehtimoli yuqoriroq. Masalan, raqamlar orasidagi vergulni, qizil raqamlarni yoki kasr qismini noto'g'ri tushunish hisob-kitobda chalkashlik beradi. Agar ishonchingiz komil bo'lmasa, mutaxassisdan yoki elektr ta'minoti xodimidan tushuntirish so'rang. Yana bir muhim masala qarzdorlik. Tarif o'sishi oldidan ayrim oilalarda eski qarzlar bo'lishi mumkin. Keyin yangi tarif bo'yicha to'lov kelganda eski qarz ham qo'shilib, umumiy summa qo'rqinchli ko'rinadi. Aslida esa uning bir qismi oldingi davrdan qolgan bo'ladi. Shuning uchun shaxsiy kabinetingizda yoki kvitansiyada qarz, joriy hisob, penya yoki oldindan to'lov kabi bo'limlarni alohida tekshiring. Hammasini bitta raqam deb qabul qilsangiz, noto'g'ri xulosa qilishingiz mumkin. Subsidiyalar ijtimoiy norma yoki imtiyozlar bo'lsa, ularni ham albatta tekshirish kerak. Ba'zi toifadagi fuqarolarga, masalan, kam ta'minlangan oilalar ijtimoiy himoyaga muhtojlar yoki ayrim imtiyozli guruhlarga alohida tartiblar qo'llanishi mumkin. Lekin bu har doim avtomatik ishlaydi deb o'ylash xato. Hujjatlaringiz yangilanganmi? Oilaviy holatingiz tizimda to'g'ri ko'rsatilganmi? Ro'yxatdan o'tgan manzilingiz mos keladimi? Bularni aniqlashtirish zarur. Aks holda siz haqingiz bo'lgan yengillikdan foydalana olmasligingiz mumkin. Tadbirkorlar uchun yana bitta nozik jihat bor. Uy uchun tarif va biznes uchun tarif bir xil bo'lmasligi mumkin. Agar siz xonadonda kichik ishlab chiqarish, tikuvchilik seki, muzlatkichli savdo, pishiriq tayyorlash yoki boshqa daromadli faoliyat qilsangiz, elektrdan foydalanish tartibi hisob-kitob bo'yicha savollar tug'ilishi mumkin. Bu yerda hujjatlar, hisoblagich turi va shartnoma shartlarini tekshirish kerak. Noto'g'ri toifa bo'yicha foydalanish keyinchalik jarima yoki qayta hisob-kitobga olib kelishi mumkin. Ko'pchilik e'tibor bermaydigan yana bir nuqta. Eski simlar va nosoz qurilmalar. Uyda elektr tizimi yomon bo'lsa, ortiqcha qizish, yo'qotish, xavfli holatlar yuzaga keladi. Tarif oshgan paytda odamlar pul tejayman deb sifatsiz uzaytirgich, arzon moslama yoki xavfli ulanishlardan foydalanishi mumkin. Bu juda xavfli. Elektrda tejash degani xavfsizlikdan voz kechish degani emas. Aksincha, yaxshi sim, to'g'ri avtomat, so'z hisoblagich va sifatli qurilma uzoq muddatda pulni ham, xavfsizlikni ham saqlaydi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, hisoblagich ko'rsatkichini yozib oling va suratga oling. Ayniqsa tarif o'zgarish sanasi yaqin bo'lsa, bu juda muhim. Suratni telefoningizda saqlang. Imkon bo'lsa, oilaviy chatga ham yuboring. Shunda sana ham qoladi. Agar keyin hisob noto'g'ri chiqsa, sizda boshlang'ich dalil bo'ladi. Ikkinchi qadam, oxirgi 306 oylik elektr sarfingizni tekshiring. Qancha kilovat soat ishlatgansiz? Qaysi oyda ko'proq bo'lgan? Qaysi qurilmalar ko'p ishlagan? Shuni tahlil qiling. Agar iyunda kilovat ishlatib, iyulda dardivi kilovatga chiqib ketgan bo'lsa, demak sabab bor. Bu konditsioner, boiler. Suv nasosi, yangi muzlatkich, uyda mehmon ko'payishi yoki nosoz qurilma bo'lishi mumkin. Sababni topmasdan turib, faqat tarifni ayblash yetarli emas. Uchinchi qadam, eng ko'p elektr yeydigan qurilmalarni ro'yxat qiling. Odatda bular konditsioner, suv isitgich, elektr plita, elektr pech, eski muzlatkich, isitgichlar, nasoslar va kuchli kompyuterlar bo'ladi. Har biriga alohida qarang. Konditsioner filtrini tozalang. Haroratni umumdagi darajaga emas, 24-26 daraja atrofida qo'ying. Bu salomatlik uchun ham, hisob uchun ham yaxshi. Xona sovigandan keyin eshik derazani yopiq tuting. Quyosh tushadigan derazaga parda yoki jalyuzi ishlating. 4-qadam, yoritishni led chiroqlarga almashtiring. Eski cho'g'lama lampalar ko'p elektr yeydi va tez qiziydi. Led chiroqlar esa ancha tejamkor. Masalan, uyda 10 ta eski lampa bo'lsa va ular kechasi bir necha soat yonsa, oy davomida sezilarli sarf qiladi. Almashtirish bir martalik xarajat bo'lishi mumkin, lekin keyingi oylarda hisobni kamaytiradi. Ayniqsa koridor, oshxona, hovli, kirish joyi kabi tez-tez yoritiladigan joylarda bu juda foydali. 5-qadam, suv isitgichini nazorat qiling. Boylarni 24 soat yoqib qo'yish shart bo'lmasa, uni kerakli vaqtda ishlating. Agar oilada suvdan foydalanish vaqti ma'lum bo'lsa, masalan, kechqurun hammom qilinsa oldindan yoqib, keyin o'chirish mumkin. Termostatni maksimal darajaga qo'yish ham shart emas. Juda issiq suv keyin sovuq suv bilan aralashtiriladi. Ya'ni siz avval ortiqcha elektr sarflaysiz, keyin uni sovutasiz. Bu iqtisodiy jihatdan noto'g'ri. 6-qadam, muzlatkichni tekshiring. Muzlatkich davrga juda yaqin turmasin. Orqa qismi shamollasin. Eshik rezinasi yaxshi yopilsin. Eshik tez-tez ochilib yopilsa, ichkariga issiq havo kiradi va motor ko'proq ishlaydi.
Muzlatgich ichiga issiq ovqatni darhol qo'ymang. Avval sovuting. Eski muzlatgich juda ko'p elektr yeyishi mumkin. Ba'zida yangi energiya tejamkor muzlatgichga o'tish uzoq muddatda foydali bo'ladi. Lekin buning uchun oldin real sarfni hisoblash kerak. 7-qadam to'lovlarni faqat rasmiy manbalar orqali tekshiring. Elektr ta'minoti tashkilotining rasmiy ilovasi shaxsiy kabineti, bank ilovalari yoki hududiy bo'lim orqali ma'lumot oling. Ijtimoiy tarmoqlardagi har bir xabarga ishonib ketmang. Tarif, muddat, norma va imtiyozlar bo'yicha aniq ma'lumotni rasmiy manbadan tekshirish kerak. Agar xabar 1 avgustdan oshadi deb tarqasa, siz albatta rasmiy qaror, rasmiy e'lon yoki ta'minot korxonasi izohini ko'ring. 8-qadam, agar hisob noto'g'ri chiqsa, murojaat qiling. Buning uchun avval pasport yoki ID karta, hisob raqamingiz, manzil ma'lumotlari, hisoblagich raqami, oxirgi to'lov kvitantsiyalari, hisoblagich suratlari va murojaat matnini tayyorlang. Murojaatda hissiyot bilan emas, aniq fakt bilan yozing. Masalan, men falon manzilda yashayman. Shaxsiy hisob raqamim falon. 31 iyul kuni hisoblagich ko'rsatkichi falon edi. 1 avgustdan keyingi hisobda falon summa chiqdi. Hisob kitobni qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Mana shunday yozsangiz, masala ancha tezroq ko'rib chiqiladi. 9-qadam, oilada elektrdan foydalanish qoidalarini kelishib oling. Bu oddiy tuyuladi, lekin juda samarali. Bolalar xonadan chiqqanda chiroqni o'chirsin, televizor bekorga yonib turmasin. Konditsioner ishlayotgan xonada deraza ochiq qolmasin. Kir yuvish mashinasi yarim bo'sh holda ishlatilmasin. Bir martalik kichik tejamlar oy davomida jamlanadi. Men buni ko'p oylarda ko'rganman. Odat o'zgarsa, hisob ham o'zgaradi. 10-qadam, oldindan byudjet reja qiling. Agar avval elektr uchun bir oyda ma'lum summa ajratgan bo'lsangiz, endi uni qayta hisoblang. Ayniqsa avgust oyida issiq, sabab sarf yuqori bo'lishi mumkin. Shuning uchun oy oxirida ko'ramiz deb yurish o'rniga haftalik nazorat qiling. Har hafta hisoblagichni ko'ring, sarfni yozing. Agar bir haftada juda ko'p kilovat ketgan bo'lsa, darhol sababini toping. Oy oxirini kutish kech bo'lishi mumkin. Yana bitta amaliy maslahat, qo'shnilar bilan solishtirganda ehtiyot bo'ling. Qo'shnim kam to'layapti, men ko'p to'layapman degan gap har doim to'g'ri xulosa bermaydi. Uyingizdagi odamlar soni, texnika soni, konditsioner ishlash vaqti, uy maydoni, hisoblagich holati, hatto deraza quyosh tomonga qaramaganigacha farq qiladi. Solishtirish mumkin, lekin yakuniy xulosa uchun o'zingizning real sarfingizni tahlil qilish kerak. Agar siz ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lsangiz, mahalla ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari orqali mavjud imtiyozlar haqida so'rang. Hujjat sifatida odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, yashash manzili, oila tarkibi, daromad ma'lumotlari, kommunal to'lov bo'yicha hisob raqamlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda talablar farq qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan telefon qilib yoki rasmiy sahifadan tekshirib boring. Keraksiz navbatda vaqt yo'qotmang. Keraksiz navbatda vaqt yo'qoting. Elektr xarajatini mahsulot tannarxiga qayta kiritib chiqing. Masalan, kichik novvoyxonada elektr pech ishlasa, bir kunda qancha kilovat ketadi, bir oyda qancha bo'ladi? Bitta mahsulotga nechaga tushadi? Shuni hisoblang. Narxni ko'tarishdan oldin isrofgarchilikni kamaytirish mumkinmi? Ish vaqtini to'g'ri rejalash mumkinmi? Uskunani texnik ko'rikdan o'tkazish kerakmi? Shularni ko'rib chiqing. Chunki ba'zan muammo tarifda emas, eski va samarasiz uskunada bo'ladi. Xulosa shuki, 1 avgustdan chiroq tariflari o'sha haqidagi xabar har birimiz uchun jiddiy signal. Bu yangilikni oddiy xabar sifatida o'tkazib yubormaslik kerak. Chunki elektr narxi oshsa, uy byudjeti, biznes xarajatlari, xizmatlar narxi va umumiy hayot xarajatlariga ta'sir qiladi. Lekin vaziyatni to'g'ri tushunsangiz, hisoblagichni nazorat qilsangiz, rasmiy ma'lumotni tekshirsangiz va elektr sarfini boshqarsangiz, ortiqcha yo'qotishlarning oldini olish mumkin. Men sizga eng muhim qadamlarni yana eslataman. Hisoblagich ko'rsatkichini suratga oling. Oxirgi oylar sarfini tekshiring. Eng ko'p elektr yeydigan qurilmalarni nazorat qiling. LED chiroqlarga o'ting. Konditsioner va suv isitgichdan aqlli foydalaning. Noto'g'ri hisob chiqsa, hujjatlar bilan rasmiy murojaat qiling. Eng asosiysi mish-mish bilan emas, rasmiy ma'lumot bilan ish tuting. Sizningcha tarif oshishi oilaviy byudjetga qanchalik ta'sir qiladi? Siz oyga o'rtacha qancha elektr ishlatasiz va qaysi qurilma eng ko'p chiroq yeydi deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir xonadon uchun kerak.